Assalom. Kitap o'qish munbiriga hoş geldiniz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bundan birer aylar ilgari Yevropada kishilar koronavirusdan qilcha ansirmay xotirjam yurgan edi. Ammo 2-3 haftadan beri bu hol butunlay o'zgardi. Har qaysi davlatlar koronavirusning ofatiga nihoyatda jiddiy qarab, xalqini bu ofatdan qandoq aman eson o'tkazib olishning ko'yida yurmoqda. Hozir bu virus butun dunyoga degidek tarqaldi. Her kuni bu koronavirus bilan yuqumlanayotganlarning soni ham shu sababli o'layotganlarning soni kundan kunga eshyapti. Faqat Italiyada 5500 dan ortiq odam bu kasal sababli, bu virus sababli jinidan ayrildi. Shveysariyaning nüfusi aran 8 milyon 500 mingdan ortiqroq. Bu yerdami 10 mingdan ortiq odam yuqumlanib, 100 dan ortiq odam jinidan ayrildi. Shu sababli ko'pinchimiz uylarda o'ltirishga, jiddiy muhim ishlarimiz bo'lmasa sirtlarga chiqmaslikka buyurildik. Men har bir qarindishimning mana mushundoq buyruqlarga, belgilamalarga amal qilib, o'zini ham o'zgini qo'g'dab, bu virusning ofatidan sog' salomat o'tib ketishimiz uchun bir kishilik to'p qo'shishim tashabbus qilaman. Uyda kunlab o'tirish undaq osonga tushmaydi ekan. Bo'libmi odatda ishlaydiganlar ishdan sirtqi vaqtlarda har xil tantarbiya faoliyatlari bilan, madaniy faoliyatlar bilan shug'ullanadiganlar uchun bir kunni o'tkazish bekmi tasdiq to'xtaydi ekan. Ammo ishonamanki, siz har xil amallarni qilib, har bir kuningizni ahamiyatliroq, bek zerikib ketmay o'tkazishga tirishyapsiz. Bizning kitap o'qish munbirimiz qurilgandan beri har haftada degidek biror asarni qarindoshlarning diqqatiga yo'llab kelyapti. Navbatdagi favqulodda sharoitni ko'zda tutib, oldimizdagi shanba kuni, ya'ni 3-oyning 28-kunidan e'tiboran kuniga yarım soat roman o'qib berishni o'rinlashtirdik. Men sizlarga Xolida Isroilning Kashmish namli romanini o'qib bermoqchi. Bu roman nihoyatda yuqori badiiy mahorat bilan yozilgan, vatanda nihoyat qizg'in olqishlangan roman. Kunda yarım soat sizni bekinmichilik, zerikishlik turmushingizdan elib chiqib, Xolida apayning Kashmish dunyosini aylantirib kelsam, cho'qim pishman qolmaysiz. Xo'sh, Xolida apayni qisqacha bir tanishtirib o'tay. Xolida Isroil 1952 yil 10-oyda Qashqarda bir xizmatchi oilasida dunyoga kelgan. 6 yoshida oilasidagilar bilan birga Aqsuga ko'chib borgan. U yerda boshlang'ichni o'qigan. 11 yoshida oilasidagilar bilan Xotanga yetkilib borgan. U yerda to'liq o'tirni o'qigan. 1972 yili, ya'ni 20 yoshida Markaziy Millatlar institutiga berib o'qigan. Maktab bitirgandan keyin, ya'ni 1975-yili Xinjiang gazeti idorasiga xizmatga tushgan. Toki pensiyaga chiqqan qadar, ya'ni 2007-yili 11-oygacha Uyg'ur tahrir bo'limida muharrirlik bilan shug'ullangan. Xolida Isroil badiiy qimmati yuqori bo'lgan hikoya, povest, nasr va obzor maqolalarni, muhokama maqolalarini e'lon qilgan. Kitap o'qish munbirimizda singlim Mehray Rahman o'tgan yilning 5-ida apayning Oltin Kash nomli romanini o'qib sizlarga sungan edi. Men bir oy ilgari apayning Ona daryoni izlab nomli ziyorat xotirasini o'qib diqqatingizga sundum. Agar bu asarlarni texi anglab baxmagan bo'lsanglar, hozirgi bo'sh vaqtinglardan foydalanib bir anglab chiqinglar. Haqiqatanmi esil yozilgan nodir asarlar. Ondan başqa
Hazır mı anlavatkan müzikamla? Bu müzikini mu kızım Dilfiriz işlegen. Muş fırsatdan paylanıp mening unga olgan asarlarimni o'zi ishlagan muzikalar bilan yoki boshqa muzikalar bilan kirishtirib kitob o'qish munbirimizga YouTube'ga sifatli yo'llab berayotgan qizim Dilfirizga rahmatimni aytaman. Rahmat qizim. Agar kitob o'qish munbirimizga texi tizimlatmagan bo'lsangiz, darhol tizimlanib olishni unutib qolmang. Ma'qul emsa hammamiz bek diqqat qilayli, o'zimizga ham o'zgaga mas'ul bo'layli. Aman bo'linglar. Xayr xo'sh.